Metan gazımızda acayip yangilik. Bugün 15 Mart metan gazlarımız işlep turibdi. Gap bu şunki emas. Ertalab saat 11:00 açılgan. Hozir saat o'sha 5 bo'ldi, ya'ni 17:00 metan gazlarimiz acayip işlep turibdi. Gap bu shunga acayip yangilik xudo xolasa. Havo harorati qizib ketdi. Metan gazlarimiz işlep turibdi. Juda acayip. İşlep turibdi, to'g'rimi? Ertalabchada ochildi? 11'lerde açıldı. 11'da ochildi. Soatcha bo'ldi hozir? Saat 5'ten öttü. Burada açık. 5'ten 3 minut. 24 saat bo'ldi o'xshaydi metan gazlarimiz. Juda acayip yangilik. Bu videomuzni barchaga ulashib qo'yamiz xudo xolasa. Metan gazlarimiz ishlab turibdi. Hamma metan gaz ishlab, hamma metanni yuribdi. Navbat uncha ko'p emas, yana galing metana galing. Uchirib ko'p emas, endi kallashma bo'lib yotgani yo'q. Kam, mashin kam. Konservator endi metan qo'yish shoxobchasi beda hozir xudo xolasa navbatga bemalol gap qo'yaverasizlar. Bugun 15 Mart kecha 14 Mart kuni soat 12:00 da ochilib 16:00 da yopiladi. Bugun 15 Mart ertalab soat 11:00 da ochilgan. Lekin hozir yana soat 5 dan o'tdi, lekin metan gazlarimiz ishlab turibdi. Ajoyib yangilik xudo xolasa. Videomizni barcha sho'palar ulashib qo'yamiz. Birdan achirasini like bosib, yana metan gazlarimiz ishlab turibdi. Ko'z demagi, havo shunday issiq bo'lsa, metan gazlarimiz ham ishlab turaveradi. Juda ajoyib. Ketib turibdi metan gaz. Xo'p, Turkul tumanidan kuzatib turgan obunachilarimiz uchun har doim bizda 14-12 taksi xizmati bor. Bemalol taksi xizmatlaridan foydalaninglar. Keyin taksilarimiz bor, qo'shilaman desanglar, bemalol borib qo'shilsanglar bo'laveradi. 14-12 taksi xizmatini. Metan gazlarimiz ishlab turibdi. Gap bu shunga respekt. Salak bosib qo'yamiz, xudo xolasa.